Bismillahirrahmanirrahim. Bitta ikkita dovdir yer tekis deb blogerlar gapiryapti. Har bitta narsani Qur'on hadisdan qo'limdan kelgancha dalil keltiraman inshaalloh. Bu garanglar yuraveradi shunaqa. Qur'oni Karimda Alloh taolo aytgan, yerni tuyaqushni tuxumiga o'xshagan holatda degan mana oyatda ham bor. Shu Shayx Muhammad Solih Muhammad Yusufni Iymon degan kitobida va Qur'on sunnatdagi ilmiy mo'jizalar degan kitoblarda ham bor. Mana arabchasiga keltirganda o'zbekchasiga, ya'ni tuyaqushni tuxumiga o'xshagan holatda turibdi degan Alloh taoloning oyati bor. Bu dovdir Alloh biladimi o'zi yaratib qo'ygan narsa, yo bir ikkita bunaqa chala blogerlar biladimi? Ular o'zi to'ppoy bo'lsa. Mana qo'limdan kelgancha keltirib beraman. Yaxshilab diqqat bilan qaranglar. Mana shu chiziq, mana shu chiziq. Mana shu chiziq qanday qarasanglar, mana shu chiziq mana taydan center chiziqda ketyapti. Center chiziq tekis turibdi. Mana 5 sm orasi, misol uchun. Mana buni santimetr 15 sm. Halqa tepaga qarab ketyapti. Hamma gap mana shu halqada. Yana qaytaraman. Hamma gap mana shu halqada. Hamma gap. Bu tomon past, bu tomon baland. Ya'ni mana yer bu tarafga kelsa, mana O'zbekiston nuqta. Mana bu nuqta O'zbekiston. Yer globus turibdi, ha? Yaxshilab kuzatinglar, yana qaytaraman. Mana bu nuqta O'zbekiston. Bu nuqta ham O'zbekiston. Endi sentr nur, quyosh nuri sentral nur tekis turibdi. Polni chiziqda turibdi. Endi halqa bu yerda o'ynayapti. Glavniy narsa yoz, qish, bahor, kuz. Mana shu halqaga bog'liq. Yana qaytaraman. Yoz, kuz, qish, bahor. Mana shu 4 ta fasl mana shu halqaga bog'liq bo'lyapti. Qanday? Mana yerni ekvator chizig'i mana shu tekis o'rtada turibdi. Mana bu ham tekis o'rtada turibdi. O'zbekiston ekvator chizig'idan sal teparoqda joylashgan. Bu yerda ham tepada joylashgan. Endi quyoshning sentr nuri qanday bu tomonda tepaga tushyapti, bu tomonga pastga tushyapti. Jarayonni qanaqa ketyapti. Mana bu yoqqa tushganda quyosh sentr nuri pastga tushgani uchun mana bu yerda qish bo'lyapti O'zbekiston. Bu tarafga o'tganda sentral nur tikka tepadan tushyapti. Shuning uchun yozda tepaga qarasang, tikka tepangga keladi quyosh. Hozir qishda qaraydigan bo'lsang, pastki tarafingga keladi. Qanday? Yozda tepangga tikka kelayotgan quyosh, yozda esa qaraymasang, tepangga qaraymasang, pastki tarafdan kelyapti. Qanday? Nima natijasi bo'lsa, mana shu halqaga taqalyapti. Yana qaytaraman, halqaga taqalyapti. Bu yerda nima ketyapti? Yer quyoshning atrofida aylanayotganda halqadan sekin tepaga qarab harakatlanyapti. Tepaga qarab harakatlanib, tepaga chiqqandan keyin sentralniy nur pastga tushadi avtomatik. Yoz tepaga esa boya mana yerda yoz edi. Ko'ryapsizlarmi? Mana yerga kelganda mana yerda kuz bo'lyapti. Yana bunday kelganda O'zbekistonga qish fasl bo'lyapti. Endi sentralniy nur mana yerda yozgi kuni tikka tepangga qarab turibdi quyosh. Pastda esa tikka emas, mana bunaqasi yonboshog'iga pastga qarab turibdi. Nimani evaziga esa halqadan O'zbekiston tepaga ko'tarilyapti. Ko'tarilib mana shu yoqqa kelganda sentralniy nur pastga tushyapti. Shuni evaziga tepaga O'zbekistonga yoz bo'lyapti. Tepaga shuning uchun O'zbekistonga yoz bo'lyapti. Shuning uchun diqqatlasha, shuning uchun O'zbekistonga yoz bo'lyapti tepada. Endi mana bu yerdan sekin pastga kelayotganda, mana yerga kelayotganda buxorga bo'lyapti. Sekin quyosh nuri tepaga ko'tarilyapti. Buxor bo'lyapti. Yana bunday kelayotgandan keyin quyosh nuri yana tepaga polni ko'tarildi. Quyosh nuri tekis turibdi. Bitta gap nimada ketyapti? Halqada ketyapti. Quyosh nuri tekis turibdi. Endi mana shu yerga kelganda, yana tikka kelganda yana yoz bo'lyapti. Ko'ryapsizlarmi? Bitta Alloh taolo shunaqa aniq turishni o'lchov bilan yaratib qo'ydiki, Alloh taolo shuncha bekordan aytmagan. Mana hozir bir chekkadan o'qiyman. Ali Imron surasi 190-oyatda kelyapti. Qasos surasi 71dan 73-oyatga kelyapti. Rum surasi 8, 24, 25-oyatlarda kelyapti. Josiyat surasi 3-oyat, 22-oyatlarda kelyapti. Yunus surasi 3, 5, 6, 7, 3, 5, 6, 67'de kelyapti. 3, 5, 6, 67-oyatlarda kelyapti. Fusilat surasi 37-oyatlarda kelyapti. Rad surasi 3-oyatlarda kelyapti.
Anom surasi 31-oyatlarda kelyapti. Iymon liqqilatma o'sha. Anom surasi 131-oyatlarda kelyapti. Alloh taolo mana shu oyatlarda Qur'oni Karim oyatlarida osmonlar va yer ustida tafakkur qiladigan qavmlar uchun buni biror bir yaratuvchi borligi aniq o'lchovi bilan, aniq astrofizika bilan yaratib qo'ygan biror bir al-alim borligi isboti bordir degan ma'noda mana shu boya qaytargan 8 ta oyatlarda kelyapti. Yana qaytaraman. Oli Imron sura 190-oyatda, Qasos surasi 71 dan 73-oyatlarda, Rum surasi 8, 24, 25-oyatlarda, Josiyat surasi 3, 22-oyatlarda, Yunus surasi 3, 5, 6 va 67-oyatlarda, Fusilat surasi 37-oyatda, Rad surasi 3-oyatda, Anom surasi 131-oyatlarda Alloh taolo aytib qo'ygan ekan. Endi qaytaraman, yana boshqatdan tushuntiraman sizlarga. Hammaga mana shu halqaga taqalyapti. Mana shu aylanasi halqa kalsuga. Bu kalsudan harakatlanayotgandan keyin tepaga qarab yuryapti. Tepaga qarash yurish natijasiga mana bu O'zbekiston sentralniy nur tekis turibdi. O'zbekistonga turibdi. O'zbekiston tepaga qarab bu yoqqa harakatlansa, avtomatik sentralniy nur pastga tushyapti. Nima uchun? O'zbekistonning nur tepasi bu halqa tepaga qarab harakatlangani uchun O'zbekiston mana bu globus tepaga ko'tarildi. Ko'tarilgan natijasida ekvator chiziqni pastiga nur tushib turibdi. Bu yerda ekvator chiziqni tepasiga nur tushib turibdi. Ko'ryapsizlarmi? Hamma gap ekvatorda bo'ldi. Mana ekvatorda pastda, ekvatorda tepada. Bu ham pastga tushyapti. Qanday evaziga esa halqada bo'lyapti hamma gap. 5 yashar tushunadigan qilib qayta soddalashtiryapman. Endi mana shu halqadan tepaga harakatlangandan keyin pastga sentralniy nur tushyapti. Tepa qish bo'lyapti. O'zbekiston qish bo'lyapti. Mana yerda yoz bo'lyapti. Ko'ryapsizlarmi fasl qanaqa aralashadi. Bu mana yerdan bu yoqqa kelganda sentralniy nur o'rtaga, ekvator chiziqning o'rtasiga sentralniy nur tuzgan shu mana yerda bu yerda kuz bo'lyapti. Bu mana yerda sekin pastga harakatlangan, mana shu nuqtaga kelgandan keyin yana tepaga chiqadi. O'zbekiston mana kelganda bahor bo'ladi. Keyin mana aytganimdek, kelgandan keyin bu yerda tikka quyosh nuri tushyapti. Bu yerda o'zi yoz bo'lyapti. Shuning uchun yozda tepangga tikka qarasang, tepadan pramo tikka quyosh nuri urib turadi. Qish kuni qarasang, tepangda tikka bo'lsa, quyosh pastga qarab siljib ketadi. Ko'rasizlar, hamma gap ekvatorda. Endi savol tug'ilyapti. Buni aniq o'lchov bilan, toshni hisob-kitob qilib o'sha mexanizm qilsin, boshqa qilsin, misol uchun aytaylik, bitta mashinani oladigan bo'lsa, starter, trambilon, bobina, o'sha svicha, iskra, polniy tokni taqsimlab beradigan bobinasi bormi, trambiloni bormi, qanaqa ketyapti, nima ketyapti, o'sha starter aylanishdan polniy mexanizmni aylantiryapti, mexanizmdan akkumulyator tok kelyapti, starter aylanishdan natijada kolso portion, valv, polniy aylanyapti. Bitta sxema bir-biriga ulanib ketyapti. Seli mikrosxema bo'lib ketyapti. O'sha katta sxema bor, mikrosxema bor. Xuddi shunga o'xshagan bu astrofizikaning sxemasidir. Buni Alloh taolo mana bu oyat tepada aytgan 8 ta oyatlarda tafakkur qiladigan al-alim bir yaratuvchi borligi bu savol tug'ilyapti. Buni orqasidan qanaqa al-alim turibdi? Buni orqasidan toshni o'lchovi bilan yaratib qo'yadi. Bu o'zidan o'zi yaralab qolmagan. Mashinani ham o'zidan o'zi paqqet qumdan portamdi yaratilib qolmagan. Mashinani ixtirochisi inson bo'lganda, buni ixtirochisi al-alim Allohdir. Shuning uchun Yusuf surasida ham Yusuf alayhisalom osmonlar va yerni ixtiro qilgan Alloh deb Yusuf alayhisalom duo qiladi. Ixtiro qilgan, bilgan payg'ambar alayhisalomlar bu narsani aniq tushungan. Shuning uchun men nima demoqchiman? Uni Dovdirga o'xshaganlar yerni tekis deydi. Yo'q, yer tekis emas. Hattoki aytaman, Muhammad Yusuf shayxni Iymon degan kitobida va Qur'on sunnatdagi ilmiy mo'jizalar degan kitoblarda ham o'shanga arab tilida keltirganda, o'sha arabchadan o'zbekchasiga aytganda, endi bitta so'zni aytadi, arabcha so'zni, o'sha so'zni o'zbekchasiga so'zma-so'z perevod qilganda, u so'zni tuyaqushni tuxumiga ishlatadigan arablarning so'zi bo'lgan. Ya'ni tuyaqushni tuxumi degan ma'noni anglatadigan so'zni ishlatgan Alloh taolo Qur'onda. Ya'ni globus bunaqasi cho'zinchoq bo'lyapti. Bunaqasi beli kichikroq bo'ladi, bunaqasi misol uchun uzun katta bo'lyapti. Bunaqasi 36 ming adashmasa, bunaqasi 44 ming bo'lardi.
yo bunaqasiga 44 ming, yo mana bunaqasiga 60 mingga yaqin mana shunaqasi bo'ladi. Xullas mana bunaqasiga kattaroq, mana bunaqasiga beli kichkina. Tuyaqush tuxumi ham xuddi shunaqa bunaqa cho'zinchoq bo'ladi. Bunaqa cho'zinchoq. Tuyaqush tuxumi mana shunaqa cho'zinchoq bo'ladi. Bu ham xuddi shunaqa cho'zinchoq sifatlayapti. Endi bu yerda aytilayotgan narsada quyosh sentrani nuriga qarasang, tekis turibdi. Hammaga mana bu 5 yashar soat taqib tushuntirdim halqada. Buni fikrlasang, qarasang, o'rtada mana yadro turibdi. Mana bu ham yadro turibdi. Quyoshning yadrosi minusovoy yadro. Yerning yadrosi ham minusovoy yadro. Quyoshning minusovoy yadroni itarib turibdi. Ham bir vaqtning o'zida ham itaradi, ham tortib turadi. Plusovoy minusovoy yadro. Chunki quyoshning o'rtasida plusovoy yadro, ustidagi mana suyuqligi plus. Mana quyoshning o'rtasidagi minus. Buniki ham mana yerning ham o'rtasidagi minus, ustidagi mana qatlami plus. Shuning uchun nima bo'lsa, mana bu minus mana yerning ustidagi plyusni tortadi. Mana buning o'rtasidagi minus yerning o'rtasidagi minusni itarib turadi. Ko'rasizlarmi? Shunchalik ham bir vaqtning o'zida tortadi, ham bir vaqtning o'zida itaradi. Shuncha astrofizikani chuqurroq o'rgansa, galaktika nima, astrofizika nima, fonni aniqlarni tushuntirib, buni tushunadigan bo'ladi. Shuning uchun ikki tarafni o'rganish kerak, ham Qur'on hadisni o'rganish kerak, ham astrofizikani o'rganish kerak. Unga o'xshagan doktorlar yana qilsa, yer tekis mana shunaqa yuraveradi. Endi mana shu narsani yada qilsangiz, mana shu 24 soat aylanibdi. Yer joyida aylanayotganda, mana bu yerda 12 soat yorug' turibdi, bu taraf qorong'u bo'lyapti. Ko'rasizlarmi? Quyosh turibdi. Endi bunaqasi yana yer joyida bunaqasi aylanyapti. Aylangandan keyin bu taraf kun bo'lyapti, bu tomon qorong'u bo'lyapti. Hozir mana O'zbekiston tomoniga kun tushib turibdi. O'zbekiston tomon orqaga o'tganda qorong'u bo'ladi. Bu taraf qop-qorong yorug' bo'ladi. Xuddi shunaqa jarayonda ketadi. Mana ko'ryapsizlarmi? Toshni o'lchov qanaqa ketyapti. Shuning uchun qo'ldan kelgancha mana shu anons boya aytgan 8 ta suralarni yetib Qur'onni Karimni yaxshilab o'rganib chiqsanglar, bu narsaga batafsil sizlar bu narsani tushunib yetasizlar. Salomat bo'linglar.